Inklyuziv ta'lim nima? Inklyuziv ta'lim bu jismoniy, aqliy, nutqiy, sensor yoki ruhiy rivojlanishda ortda qolgan bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda barcha bilan teng sharoitda ta'lim olish imkoniyatini beradigan ta'lim shakli. Inklyuziv ta'limning afzalligi nimadan iborat? Inklyuziv ta'limga jalb etish orqali alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar umumiy ta'lim muassasasida tengqurlari bilan birgalikda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Maxsus pedagoglar va qo'shimcha resurslar yordamida samarali o'qitish muhiti yaratiladi. Bola yakkalanmaydi, jamiyatga moslashadi va rivojlanadi. Eng asosiysi, bola o'zi yashab turgan hududga yaqin bo'lgan umumta'lim maktabida o'z tengqurlari bilan oilasidan uzoqlashmagan holda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Inklyuziv ta'limga jalb qilinayotgan bolada nogironlik belgilanishi yoki u ruhiy dispanserda ro'yxatda turishi shartmi? Inklyuziv ta'limga jalb qilish uchun bolaga nisbatan nogironlik belgilangan bo'lishi yoki ruhiy dispanserda ro'yxatda turishi shart emas. Inklyuziv ta'lim sinflari qanday tartibda tashkil etiladi? Bitta sinfda jami o'quvchilar soni 30 nafardan ko'p bo'lmaydi. Bunda maxsus dasturlar asosida o'qiyotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar soni 3 nafardan oshmasligi lozim. Inklyuziv ta'lim sinflariga faqat bir xil tashxisdagi o'quvchilar qabul qilinadi. Inklyuziv ta'lim sinflaridagi o'quvchilarga individual ta'lim dasturlarini o'zlashtirishga yordam ko'rsatish maxsus pedagoglar va tyutorlar tomonidan amalga oshiriladi. Ular korreksion ta'limni olib boradi, mashg'ulotlarning mazmuni va metodlarini tanlaydi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga korreksion pedagogik tibbiy yordam ko'rsatilishini muvofiqlashtiradi. Boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda umumiy, kichik va individual mashg'ulotlarni olib boradi. Bolani inklyuziv ta'limga jalb qilish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Inklyuziv ta'limga jalb etish bolaning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi qonuniy vakillari roziligi bilan amalga oshiriladi. Bunda zarur hujjatlar tayyorlanib, mahallada faoliyat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodim yoki tuman, shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi operatoriga murojaat qilinadi. Murojaatdan so'ng bolalarni inklyuziv ta'lim sinflariga qabul qilish yoki chiqarish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy boshqarmalari huzurida tashkil etilgan psixologik, tibbiy, pedagogik komissiyalari xulosasi asosida amalga oshiriladi. Bolani inklyuziv ta'limga jalb qilish uchun qanday hujjatlar taqdim etiladi? Ariza beruvchi va bolaning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, bolaning rivojlanish tarixidan ko'chirma, bolaning tashxisiga qarab mutaxassis xulosasi, faqat nutqiy, ruhiy va aqliy rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ruhiy kasalliklar dispanserining psixonevrologi xulosasi, bolaning o'qish joyidan tavsifnoma, avvalgi psixologik, tibbiy, pedagogik komissiya xulosasi, nogironligi bo'lgan bolalar uchun tibbiy, ijtimoiy ekspert komissiyasi xulosasi, bolaning tabil kartasi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizning ta'lim olish huquqini birgalikda ta'minlaylik. Unga ishonch bag'ishlang. Uning imkoniyatlariga ishoning. Maktab bu hamkorlik, tushunish va qo'llab-quvvatlash maskani. Inklyuziv ta'lim barcha bolalar uchun teng imkoniyatdir.